Assalomu alaykum, Sardor TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. ekan. O'sha kuni kirdim, onasini emsa men o'yladim, bir yosh bachalar kiradi yoqqa. Bunday yosh bolalarni aylantirgan olib boradi ota-onalarda o'yladim. Yo'q, 70 yosh ham bor, 80 yosh ham bor, 100 yoshli odamlar ham bor. Shunaqa bilad, nihoya zo'r ekanda. Men shunda mazza qildim, bilad. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hech qanaqa Koreya yaxshi emas. Koreya opasniy davlat. O'ldir u yoqda. Uni Koreyadan Yaponiya yaxshi. Koreyaga borib mana qaytib keldik-ku. Koreyaga borib buni quvlashib, tavba qildim. O'sha payt chekkadan qaradimda, men aytdim, bular dedim, yeban bo'lib qolganmi dedim. Onasini sikib po'lat o'ynab yuribdi. O'zi ishlagani borgan bo'lsa bular deyman. Bittasi mafiyani yoqib oladi, bittasi o'zidan bir baloni yoqib oladi. Bunisi men qamataman deydi, bunisi jalab ko'chada so'yaman deydi, o'ldiraman, uraman deydi. Men bir bal Koreyada yurganlar ishlagani borgan, men po'lat o'ynagani borganmi? Po'lat o'ynagani borgan hammasi. Tavba qildim. Bitta qizni jalka o'ldirib yuborishdi-da, onasini emsin. Yaxshi, men chiqib ketdim. Agar chiqib ketmaganimda meni ham shunaqa qilishardi. O'shaning uchun chiqib ketdim. Asha temani yopilmay qolib ketdi. Asha ko't o'zidan soxta mullan yasab olgan abrormi, pabror ashunda ko'p gap bor. Ashunda ko'p gap. Men jimgina kuzatdim-da, aralashmadim. Endi birovni yomonlashmas. Asha abror degan pidaras qildi ham avazimi kim qo'toq bosh. Asha ko'tda ko'p gap bor. Asha gandon o'ldirib yubordi asha qizni. Bechora onasiga rahmim keldi, bechora onasi. Даже oddiy o'zimizda ham endi to'g'ri Koreya rivojlangan davlatlar qatoriga kiradi. Oddiy o'zimizda jinoyat bo'lgan joyga, odam o'lgan joyga qanday birinchi politsiyadan oldin begonani qo'ymaydi-ku? Qanday bular politsiyadan oldin kirgan? Pidaras bo'lani shu avaz hammasini shu gandon qildi jalab. Lekin bechora onasi kuydi-da. Bunday hech kim onasi vashi onasiga og'ir bo'ldi-da. Lekin aqlli xotin ekan, nima desangiz ham. Nimagaki? Chunki hech qanaqa da'voyim yo'q. Menga jo'natib yuboringlar. Qizimni jo'natib. Chunki Koreyada qolib ketsa, o'likka yoqadi-da Koreya. Koreya shunaqa davlat, o'likka yoqadi. Rossiyada nima bo'ldi? Rossiyada urush bo'ldimi Rossiyada? Hamma kanallardan bomba tashlayapti ekan. Kecha menga dinni ko'rsatdi. Uni enishga, uni iflos shuning uchun qochib ketdimi Rossiyadan? Qochib yo'q, uchun emas. Senda Ukraina biladi u. Jina juda ko'p narsani, Jina juda ko'p narsani biladi. Shuning uchun qochib ketdim. Yo'q, uchun emas. Ukraina bilan urush ketyapti-ku, ikkalasining o'rtasida, Rossiya o'rtasida. Shuncha qochib ketdimi deydi, yo'qmi? Biza Dubayga agar Dubayga kelmoqchi bo'lsalar, agar kelayotgan cho'tlaring, jamiyat cho'tlaring bo'lsa, menga bir ikki o'nda aytib qo'ysalar, men o'zim Dinani endi yaxshi gul bilan kutib oling endi bu safar onasini. Yana gapiradi lekin ko'zingiz ochirmaydi lekin aytib qo'ying. Bonagida Lamborghini'da bo'lmasam, daraq Ferrari'da chiqib kutib olaman, xudo xolasa. Endi bu safar chiroyli gul bilan chiqing, boshqalarga chiroyli o'tgan safar bu dalbay yopti kelayotgan vaqtda yarim kechasiga to'g'ri keldi. Yarim kechasiga o'sha aeroportdan keldim, kimnidir kutib oldim. Istanbul tog'ani kutdimmikan? Yarim kechasi kimnidir kutdim-da Abu Dabi aeroportidan. Keyin Dubayga qarab ketdim. O'rtasi 2 soatli yo'l-ku. Keyin Dubayga qarab ketdim. Dubayga borib, uni kutib olib, endi yarim kechasi gul topolmaganimdan keyin aeroport uchun gul oldim-da. Nima qilay boshqa? Yo'q, o'sha topolmadim-da. Rahmat, ko'ka. Gul temasi lekin endi yopilgan edi. Nima dedi? Reytaga gul oldim.
Yo'q, Ritaga emas. Ritaga edi. Ritaga Ritaga edi. oldimmi? Ritaga edi. Korоче, Pul gul bergan oldim. qo'lingga qo'tag'im dedi. Nargisingga Haromini qaranglar. Menga minchikini gul ko'charib chiqdi. Mana uruslarga bunday gullarni olib boribdi deb pidaras yomon gapirdi. Pizdiz gapirdi. Rita bilan ko'rishganimda kostyumlarimgacha yittirib yubordi harom. O'sha yirtilib ketdimi? Yirtdi, ertasigini borib xuddi o'shanda kostyumni yana topib qo'ydim. Xuddi o'shanda kostyumni yana topib qo'ydim. Go'zal opa uxlamaydi, ko'z tegmasin. Opajonim, qalaysiz? Hormang, assalomu alaykum. O'zbekistonda nima gaplar Go'zal opam? Yaxshimisiz? O'zbekiston havo yo'llarida tinchmi? Yaxshi yetib oldingizmi opaginam? Nima gaplar? Assalomu alaykum. Joylashyapti sekin-sekin. Lekin Dina yomon rashk qildi. Ritaga tegishganim yo'q. Uni prosta pavratskiga mana shu hurmat qilib, endi menda bunday menina bor-da. Rossiyada yurgan paytim o'zbeklarni bunday qilib ko'rsatganda bizani. Mana meni shunday ko'rsatganda ruslar priznovat qilmaganda bizani, to'g'risi mana meni priznovat qilmagan Rossiya yurgan paytim. Ishlaganman o'sha paytda. Bularga o'zbeklarda qandaydir mehmondorchiligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Mana shu miyamda bo'ldi. Qiziq emas. Gapi, puli, qancha ketishi, rasxoti umuman o'ylaganim yo'q. Prosta pabratski ko'rsatib qo'ydim. Ruslar ham dahoya kommentariy yozdi, bunday o'qib ko'rdim, perevod qilib tan berib yubordi ruslar ham. O'zbeklarga nisbatan fikri o'zgardi ko'p ruslarda. Ashu videolardan keyin, ashu mehmondorchiliklardan. Zamira yig'lab ketdi, lekin shu ketgan payti. Zamira shunaqa yig'ladi. Zamirani ko'rsang, aeroportdan kuchsiz aliga o'tib ham 2 soat yig'labdi. Oh, xudo. U meni yomon yaxshi ko'rib qoldi, sevib qoldi u meni. Sevib qoldi. Ya rostdan kulma, rostdan. U ketmoqchi bo'lsa ham siz ketqizmadingiz-a uni. Dalch qoldirdingiz. U ketmoqchi edi. Qolasan dedim, aylantiraman. Qarochi hamma joy Zamira butun Dubayda ko'rmagan joyi qolmadi. Manaman degan joylari hammasiga bordim. Eng manaman degan hech kim kira olmaydigan joylargacha olib bordim buni. Liboy joyga bordi, hamma joyga bordim buni. Maza qildim. Dina kiysa, ichmasa, normal aylantiraman. Ichmaydi, siz ishonmayapsiz, rostdan. Sizlar o'zi qachonga planlashtiryapsizlar? Bilmadim, birinchi Qirg'iziston borib kelish kerak. Qirg'iziston nima qilasizlar? Короче, ishimiz bor. Nima izlayman? Ha, yo'q, u ana unaqa. Bitta doktorga borishimiz kerak. Shu. Omadini bersin. Agar kelaman desa, Xudo xolasa kutib olaman Dinani. Dina uchun har doim eshigimiz ochiq. Yaxshi qiz. Da, Dina zo'r qiz. Yaxshi. Senda nima yangiliklar hay? Menda yangilik yo'q, yuribman. Amerikaga ketaman, Amerikaga boraman. Parijdagi filmning onasini bir bola qilaman. Parijda yurgan payting gaplashuvdik. Ha, yo Parijga borib keldim-ku. Anonga Britaniyaga dokumentlar. Senga bitta savol beraman, xafa bo'lmaysan? Yo'q, berma. Koreyada necha yil yurding? Где-то 2 yilmi shunaqa. 2 yil yurding. Yana qaysi davlatlarda yurding? Tak, Yaponiyaga bordim, Malayziyaga bordim. Ishlagani borgan davlatlaringda. Ishlagani bor, Rossiyada ishlaganman, keyin nimada ishlaganman? Koreyada ishladim. Nima uchun shu paytgacha bitta uy olmading? Men to'g'risi shu temani gapirmaganman shu paytgacha. Men
uyimdagilarga yordam berganman. Ha, faqat oilangga yordam bergansan. Ha, oilamga yordam berganman. Endi o'zimga qilaman, xudo xolisa. Endi ottirib bitta uycha qilib qo'yish kerak edi-da, baribir ham. Bitta uycha baribir ham Endi qilaman-da, endi yig'ib, xudo xolisa endi qilaman. Prosta mana u gap so'z tarqatadi-yu, bilmayman, tushunmayman. Meni birovga zararim yo'q. Bu otasi oqpadar qilgan, unaqa qilgan, bunaqa qilgan. Xuddi mana sizga qanaqa osilishayotgan bo'lsa, meni ham shunaqa qilishadi-da. Men endi xohlamayman oilamni olib chiqishni. U narsa eng katta xato narsa, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun xohlamayman. Masalan, shu paytgacha nima qilgan bo'lsam, men oilam uchun qilganman, afsuslanmayman. Chunki farzandlik burchimni bajardim deyman, deb o'ylayman. Muchachilaring yo'nadi, senga o'xshab bunday. Menga birovni padarkasini, birovni narsasini men hech kimdan urib, hech kim ikkitasidan so'rab olmayman. Rizqim bo'lsa menga urishadi, rizqim bo'lmasa urishmaydi. Qo'lingdan kelsa prima och, qo'lingdan kelsa efir och. Tirikchiligingni qil. Kimnidir rizqi TikTokdan, kimnikidir salondan, kimnikidir bozordan eplagan eshagini sikmaymi? Sikasanmi kirib negativ yozib, gandon jalab. E'tibor bermayman. Ya e'tibor berishga bermaslik emas jalab. Ya misol endi nima? Endi onasini emsa nima? Mabada sendan bilan jalab pul so'rayapman. Yoki sendan narsa qilib butun dunyoning odamlari kiradi bu yoqqa. Rizqi bo'lsa teryapti, omadini bersin. Sikasanmi jalab deb girazlik qilib. Koreyada normallik ketayotgandim, lekin ko'ra olmaslik qilishdi, to'g'risi. Sig'izdirishmadi-da. Ya, to'g'risida akalar, bunday narsa. Odamni rizqi qayerda peshonasiga yozilgan bo'lsa, o'sha rizqini palibom oladi. Kimdir TikTokda rizqi yozilgan, kimdir Instagramda, kimdir blogerlikda, kimdir bozorda, kimdir sartaroshchilikda, kimdir narsada. Endi onasini sikki nima yashamaylikmi jalab? Hech kimdan urib olib pul so'rayotganim yo'q-ku. Kimdir ko'nglida bo'lsa uryapti. Kimgadir xushlasa, kimgadir yoqsin paddashka qilyapti. Birovni ikkitasidan urib olib pul olayotganim yo'q-ku, biladi-ya. Hayron qolaman odamlarga, biladi. Dunyo qarashi mening niyasi to'r. Yo, oddiy bitta Telegram ishlatib, Telegram kanaldan jalab odamlar pul qilyapti. Hamma o'zini qayerdan bo'lsa rizqini teryapti. Rizq Allohdan, Alloh beraveradi qayerdan bo'lsa. U ko'ra olmaslik qilmaylar o'zlari. Kerak emas u narsa. O'sha topayotgan pulimni qancha topayotgan bo'lsam, mashardan nechta bitta xalqqa foydasi tegadi, senga ko'rsatmayman, senga aytmayman. Nechta bitta qiynalganlarga yordam berib yuribman shayxda. Erta bir kun boshingga mushkul tushib qolsa, men ko'rinaman, otang bilan onang ko'rinmaydi. Chiqasan Sardorjon yordam bering deb. Nechta bitta endi ko'ryapman. Ajina senga o'xshab so'k yurganlar chiqib yordam so'rayapti. Yordam bering deb mana shunday chiqib so'rayapti. Ana shunday yordamga muhtoj bo'lmagan, yordam kerak bo'lsa mendan so'raysan. Boshqa birovdan so'ramaysan. Koreyada ham yaxshi odamlar bor, prosta mana po'lat o'ynayotganlar boshqalarning nomini ham bulg'ayapti. Yaxshi insonlar ko'p Koreyada ham. Bor. Yo'q emas. Koreya tugadi. Oldingi Koreya. Tugab bo'lgan Koreya bo'ldi. Oldingi oyligi bilan Rossiyaniki bir xil bo'lib qolgan hozir. Oldingi Koreya yo'q. Oldin normalnichida Koreyada yurgan bolalar zakonni donatorlik qilachidi, hurmati bor edi, avtoritet qilachidi, hammasi normalniy hurmat. Hozir Koreyadan bironta normalniy donator ham yo'q. Koreyadan bironta bir normalniy hurmatli bir TikTokda odam ham yo'q hozir. Hamma po'latlar bir-birini yeganlar, bir-birini quvganlar, bir-birini urganlar hammasi. Po'lat. Rostdan-da seriozno, men necha marta ko'ryapman. Kim bor hozir Koreyadan bir normalniy? Kim? Rostdan kim bor hozir mana? Koreyadan kim bor mana? Hech kim yo'q. Bironta bir tuzuy donator ham yo'q, bironta bir tuzuy streamer ham yo'q. Koreyadan hech kim yo'q. Oldin edi Koreya. U onasini emsin shunday qattiqlar bordi.
Koreya desa чувствует qildirib yuboraychidi. Koreyani Koreyada bayrog'i bilan normal streamer chiqmasligini sababi, agar bironta aktivi baland bo'lib sal streamer chiqsa, o'shani videosini joylayverishadi. Sen unaqasan, sen bunaqasan deydi-da, keyin oxiri majbur bo'lasiz, so'kasiz-ku, gapirasiz masalan, atvet qaytarasiz. Keyin sizni izlaydi bular. Samasud qilmoqchi bo'ladi. Mana shunaqa narsa avj olib ketgan. O'shaning uchun normal streamer yo'q. Chiqmaydi ham. ko'rolmaslikda. Ana shu gentrofari Koreyada ko'chada yura olmas edi. U Endi u maskalarda yurardi ana shu. Alloh mushkulni oson qilsin, lekin u pidaraz bilan pizdes oshirib yubordi-da. Oshirib yubordi. U Koreya masalan o'sha Xudo O'zbekistonga qolmadi, ketdi. narsa qolmadi. O'zbekistonga men jo'natmaganman uni. O'zi ketdi, boshqa yo'li yo'q edi uni, iloji yo'q edi. Sababi Koreyada uni Menga bunday bo'ldi. garovga Mana olishgan. palajanasi ashqorini situatsiyasini aytib beraman. Meni lechkamga yozdi. Endi Boryapman. men bilan yosh teng. Sardor aka ustoz dedi. Ha dedim. Men dedi umraga ketyapman dedi. Omadingni bersin dedim. Boshqa nima deb yozmadim. Oradan bir 15 kunlar o'tgandan keyin menga tammasdan primoyda taylayapti. Uladim. Ulasam haqiqatdan Makka va Madinada umrada. Dedim. Xudo insof beribdi-da bunga dedim. Sardor aka ustoz, gassisaga pulim yo'q, gassisaga kirmasam 20-200 realmi pulim bor. Ko'chkor so'yishim kerak ekan bu yoqda, unday deb menga tema qildi. Mana shu yerda o'sha efirda ko'rgan odamlar bo'lsa, men shunday efirda shunday batilda bosdim, ikkita she'r o'rdirib berdim akalardan. O'zingiz ham bo'lgansiz. Endi eshitdi, umrada ekan akalar, endi umradanda qiynalmasin, yordam qilaylik, savob bo'ladi dedim-da, ikkita she'r o'rdirib berdim. Ana u biratan urib berdi. Merdian akam urib berdi, ikkita she'r urib berdi. Keyin ertasi kuni ulandim. Ertasi kuni ulangan paytim rahmat ustoz, ko'chada qolib ketdim, gassisaga joylashdim, hamma yog'im yetarli bo'ldi, endi bitta qo'chqor so'yaylik dedi. Keyin o'zim kirdimda, o'zim ikkita she'r yana qoqdim. Ikkita she'r yana o'zim qoqdim, bitta qo'chqor olsin deb. Qo'chqorlarni so'ydi, amalni qildi, umrani qildi, hojni qildi. Keyin men yana ulandim. Ustoz qo'chqorlarni so'ydirdim, videosini qo'ydim, siz duo qildim, rahmat dedi. Keyin men aytdim, qori dedim. Endi maqsad nima? Endi plan nima dedim. Ustoz siz bilan bitta ko'rishaylik. Men bitta sizning oldingizga boray, borsam kutib olasizmi? Menga mehmon qilasizmi? Dedi. Menga palajanasini tushuntirma. Bo'ldi dedim, kel dedim. Biletga pul tashladim, o'zim keldi, kutib oldim, chiroyli mehmon qildim bir hafta. Endi mehmonni ham hurmati 3 kun bo'ladi, 5 kun bo'ladi, 6 kun bo'ladi. Mehmon ham endi meni oilam emas-ku, men oldimda unday yuradigan to'g'risi. O'ziga adilni xonalar sinimat qilib berdim gassisalardan, maza qilib yashadi. Keyin ketaman dedi. Bo'ldi dedim, oq yo'l, xohlasang dedim, biletingni hozir yozdirib beraman, sen meni mehmonimsan dedim. Chiroyli dedim, kutib oldim, kamchilik yo'qmi dedim. Yo'q dedi. Bitta gap aytaymi sizga dedi. Ha dedim. Ustoz dedi, O'zbekistonga ketmoqchiman dedi. Men aytdim, borsang dedim, problema bo'ladi, ishkal bo'ladi senga. Men dedi, umradan keldim, yuragimda dedi, shuncha g'ujur bor edi, husumat bor edi, hamma narsadan o'zim qalbimni pok deb bilaman, kechirdim o'zimni. Meni kechirishami, kechirishmaydimi o'sha so'rogimni olaman, O'zbekistonga ketaman dedi. Men aytdim, nima uchun ketasan desam, hozir Koreyaga borib ko'chada yashab yurganimdan ko'ra, O'zbekistonga borib, aybimga jazoimni olib, o'zimni yurtimda yashaganim yaxshi dedi. Ko'chada yotib yurgan ekanda Koreyada oila, to'g'rimi? Koreyada unga kun berishmadi, uni Koreyaga bormasligining sababi ana shu. Siz to'g'ri aytyapsiz. Keyin
Keyin men biletini olib berdim O'zbekistonga. O'zbekistonga biletini olib berganimdan keyin uni uchirib yubordim. Oradan bir 3 kun o'tgandan keyin televizordan chiqyapti. Yo'q bo'lib O'zbekiston- qoldi. Yo'q, O'zbekiston davlat anosi deb axborotdan ushlab kelindi deb chiqaryapti. U o'zi ketdi. Yo, aeroportdan ushlab olib ketishganda uni. Aeroportdan hech joydan ushlashmadi. Mana shu yerdan uchib samolyotga ketganlargacha videosi bor, ko'rsatdi. Yo, u yoqda, bu yoqdan, bu yog'ini aeroportdan O'zi bordimi? O'zi oyog'i bilan bordimi? Короче, Uni men majburiy Malayziyadan- ushlab ketishgan yo'q-ku uni. Malayziyadan kelgan paytimda men kirganman-da, meni chaqirishgan, esingizdami? Ha, O'shanda uni qanday olib chiqishganlarini menga aytib berishdi ular. Keyin menga aytdi, "Sen ham ko'pingni qilsa yur" deyishgan. Menga ogohlantirish berilgan edi o'shanda. O'tgan yil edi. To есть uni O'zbekistonga kelishidan sabab Koreyada kun berishmadi unga. O'shaning uchun u majbur edi O'zbekistonga kelishga. Boshqa chorasi ham yo'q edi uni. Bitta yo'l shu O'zbekistonga kelish yo'li qolgandi. Buyoqqa chiqdan Jahonjon, buyoqqa chiq. Men seni onangni sikuvdimmi? Men seni yosiningni sikuvdimmi? Men seni onang nomiga onangni sikuvdimmi? Men seni nima bunday yozyapsan, itni bolasi? Hamda bolasi. Singlingni siskasan, bijingni siskasan. Onangni sikamana lo'la ye, onangni ketiga sikaptingda-chi, iskirt. 12 yil Onangni qamalasan, sikuvmidim men seni. Onangni sikib qo'ygancha qamalaman men. Musul. Chalanga qo'tog'am shu uchun ham Kete onangni sikka oldin gapirishtirgan bich bilan kete onangni sikka seni. Gandonam ko'pay hayron qolaman ey. Yeb banam ko'pay hayron qolaman jalo. 12 yil qamalasan dedim. Men onangni sikka odam o'ldirdim, 12 yil qamalaman. Yebban bilan. Onangni sikka senga o'xshaganlar yaxshi odam bo'lmaydi hech qachon. Birovni qamalishini, birovni yomon kuni bo'lishini, birovni boshqa ish tushishini sog'lom odam onasini sikka qolamaydi hech qachon. U joylarni ko'rgan odam birovga onasini sikka birov kuchugini unday joylarga kirishni xohlamaydi. Shunchalik darajada odamlarning yuragi girayas, ko'ryapsizlarmi? Shunchalik darajada odamlar ko'rolmaydi meni. Ko'ryapsizlarmi? Men u gandonni jalab tanimasam, u yibanni jalab borib arpasini xom o'rmagan bo'lsam, yo bu xotinini sikib qo'ymagan bo'lsam, ko'ryapsizlarmi qanday menini odamlardan. Men mana bu yerda yaxshi yashayotganim, men mana bu yerda yaxshi pul topayotganim ba'zi bir insonlarning halovatini buzib qo'yadi. Ko'ryapsizlarmi? Bu onangni sikka o'ylamaydi. Mana bu mana shu bola o'zi musofirga yurgan bo'lsa ham kunda bitta bir vatanimizdan qiynalgan odamga foydasi tegayapti. Nechta bitta odamni qor qozonni qaynatyapti. Nechta bitta odamni o'limga qasd olib qolyapti. Nechta bir uysizda uyli qilyapti. Nechta bir tanimagan, bilmagan yurtdoshlarimizga yordam beryapti. Degan narsa bunaqa amdi bolalarda yo'q. Ko'ryapsizlarmi qanday odamlar bu? Mana o'ylab ko'ryapsizlarmi? Mana miyalaringni o'ylab ko'ringlar. Meni qarindoshim bo'lmasa ular, meni bir tug'ishganim bo'lmasa, joyi kelsa Tojikistonga, joyi kelsa Turkmanistonga, joyi kelsa butun O'rta Osiyoda bizning tilimiz tushunib, Afg'onistongacha butun Arabistongacha shu bola foydasi tegayapti, yordam beryapti shu bola degan miyada menini yo'q onasini ham odamlarda. Paniyatga degan narsa yo'q, ko'ryapsizlar? Ya noto'g'rimi gapim? To'g'ri aytyapsiz. Endi nima deysiz? Ya men misol bilet o'lagar ko'rmaganman. O'lagar Xudo haqqi shu balani ko'rmaganman. 12 yil qamalasan, bola battar piston sukaman, onangni suka bir bola, nimadir bir bola. Nimadan buncha g'arazlik? Nimadan buncha yurak to'lgan? Men hayron qolaman. O'zi erisha olmaydi, boshqalarnikini ham ko'ra olmaydi. Men hali yosh bolaman. Men hali uylanmagan bo'ydoq bolaman. Endi qilayotgan ishlarimni meni yoshimda emas, mendan bir 40 yosh katta ham qila olmasa kerak deb o'ylayman. Endi yomonliklarim emas, mana shu yaxshiliklarimni aytyapman-da. Bir o'g'il otasiga uy sovg'a qilmayapti-da hozir.
Alloh qodir qilganligi uchun 6 ta uy sovg'a qildim. Uysizlarga. Tanimayman odamlarni. Xalqqa Birov birlashtirish Toshkentdan, oson birov emas. Vodiydan, birov Samarqanddan, birov Qashqadaryodan, birov Bayerdan, birov Erdan. Qaysi bir boyvachcha yo qaysi bir millioner yo qaysi bir bloger yo qaysi bir asl ijtimoiy tarmoqda yurgan odam shu ishlarni qilyapti. Ay, qilayotganini ham ko'ryapmiz. O'likni orqasidan pul yeb yuribdi. Tavba qildim, astag'firulloh. Qildim, yolg'ondan. Panatka yo'q, ko'pchilikda panatka yo'q. U gryaz bo'lib ketyapti, mana yurak, ko'ra olmaslik, mana u odamni shunaqa darajada yeydi, do'stim, men senga yomonligim yo'q, mazada o'tirgan bo'lsang, mana unini ishlat. Mana ishlamay qolgan meni ishlat. Bu fikrlashda bu ko'ra olmaslikda o'lib ketasan. Birovni ko'ra olmaslik qilma, o'lib ketasan. Ana yuragingni yeydi mana shu ko'ra olmaslik. O'lib ketasan onasini emsin. To'g'risida. Meni ishim, meni yo'nalishim birovga yordam berish, birovga ana emas. Men prosta qo'limdan kelganlicha qilaman shu ishni. To'g'risi. Men yo'nalishim battle, ishimni qilaman, battleimni o'ynayman. Topsam toparman, topmasam yo'q, ishimni qilaman, qo'yaman, o'ynayman, kayf qilaman, tamom. Lekin prosta qo'limdan kelganligi uchun o'sha yordam berish qilaman o'sha narsalarni. Yordam beraman odamlarga. Lekin meni yo'nalishim, meni kasbim, men unaqa narsa emas meni. Manzinaxon, rahmat. Bilad, shunday odamlar borda, Dilaxon, ko'ryapsanmi? Bularga e'tibor bersin, o'lib ketishingiz kerak. E'tibor bermayman, prosta demoqchi bo'layotgan narsam, hech qanday yomonlik, hech qanaqa narsa bo'layotgan yo'q, va yaxshi gaplashib o'tiribmiz. Bunaqa chiqib olib, bunday situatsiya qilish неприятно. Hali yosh bola bo'lsa kerak-da u. Hali yosh bola bo'lsa kerak. Panatka yo'q ekan unda kim bo'lsa. Yo'q, o'sha Koreyadagi mana ehsonchiga qaytadigan bo'lsak, siz uni qilgan ishini hayotda qilmaysiz-da. Nima qilgan? Masalan, chunki u ehson yig'ib beraman deb olib ketgan qanchasini pulini. Men masalan Imindan shunaqa o'sha olib ketgan odamni tanishi bilan gaplashganman-da. O'sha haqiqatni aytayapti. U haqiqiy rostdan ham mashinaga ekan. O'shanaqa narsa qilganingiz yo'q-ku siz. Chin dildan yordam beryapsiz. Даже millat ajratmasdan boshqa davlatlarga ham yordam beryapsiz. Rahmat, Sakinaxon, rahmat. Oddiy bitta misol, opa Rozaga $100 pul beraman deb bermadi bitta turkmanistonlik streamer. Rostdan $100 bermadi, $100. Sen dedi telefon jo'nat dedi, men beraman dedi. O'sha opa Roza degani nima bo'ldi? O'sha gaplasha olmayapman. Telefon qilsam tusha olmayapman. Kariyaga rahmatlar. Nima qochib yuribsan, kela olmaysan dedi. Hech kimdan qochib yurganim yo'q. Yaxshi maza qilib, kayf qilib yurib yashab. Bo'lamaysiz? Xudoyim. Yashasam bo'lmaymi? Kimdan qochib yuribdi ekanman? Ko'chaga chiqmasdan uyimga berkib olganmanmi kimdandir qochib yuribmanmi? Bu qanday odamlar bor, hayron qolaman. Tavba qildim. Rahmat, go'zal qiz, jonisi sog' bo'lsin. Rahmat. O'zi kechasi premiya ochmaslik kerak ana, shunda miyasi ishlamayotganlar kirib qolgan-a. Yo'q, bular sentyabrgacha chidaysiz endi. Bular hammasi maktab o'quvchilari. Sentyabrda o'qish ochiladi, keyin tinch o'lsam Dubayga ko'madi. Meni Dubayda mana bunda yashab yurganligimni ko'ra olmaysizlar, to'g'risini aytinglar. Alam qiladi, sizlar Dubayga kelasizlar tur paket bilan, bitta gazisiga kirasizlar, ko'chaga chiqa olmaysizlar, buni mashinalar mina olmaysizlar, bir joyga kirib aylana olmaysizlar, lekin nomiga Dubayga kelib ketasizlar. Men bunda kayf qilib Burj Khalifalarda yashashlarimni videosini ko'rib yonib ketasizlar, yuraklaring yonib ketadi. Bu onangizga 2 yildan beri Dubayda sheyxda yashab yuribdi deysizlar. Bu gandonni sikish kerak, Dubayda ham tinch qo'ymaslik kerak deb o'ylaysizlar.
Ko'rolmaysizlar shunchalik darajada. Yopti Ahmad. Bular bir yurtdoshi o'sib ketsa ko'rolmaydi. Oh bilan. Shuning uchun baxilda bog'i ko'karmaydi-da. Shuning uchun baxilda bog'i ko'karmaydi. Shuning uchun hech bularda 1-2 bo'lmaydi. Qayerda bo'lsa halovatimni topib yashab yuribman. Birovdan bir so'm pul so'rayotganim yo'q. Birovdan bir minna so'mni dor bo'layotganim yo'q. O'zimni o'zim eplab yuribman. Tinchgina. Xudoga shukr. Opa Rozaga hech narsa bo'lgani yo'q. Ukamni nimalari bilan yuribman deb yozgan edi qachondir. O'sha aytuvdi-ku ukasi haqida sizga. Lekin bilmayman, javob bermayapti. Necha marta akajon, endi bitta narsada shunday prямой efirga kirib shunday qarayapti. Bunday keyin o'ziga qarayapti. Bu gandon deyapti, bo'yniga deyapti, $5000 deyapti, trosilib olgan deyapti. Bunday o'ziga qarayapti. Voy onasini siske deyapti. Yonyapti shu joyda o'zida. Hasad uyg'onyapti. Bilaman-da. Zoraxon qalaysan go'zalim? Zo'rmisan? Shundayda. Rahmat opalar jonlaring sog' bo'lsin aka, rahmat. Endi shunday odamlar ko'p akajon, shunday odamlar ko'p. E'tibor bermaslik kerak bularga. Baxilda bog'i hech qachon ko'karmaydi, foydasi yo'q akajon. Men havas qilaman. Men lubo bir insonni ko'rsam havas qilaman. Ana havasda yashasang o'sasan. Hasad o'ldiradi odamni. Hasad odamni o'ldiradi. To'g'risi. Hasadda yashama hech qachon. Hech qachon. Mana hozir mana Dina uy oldi Toshkentni. O'zi aytolmadim, chunki uyaldim. O'ziga ham aytib qo'ysam bo'ladi, kunda efirga ulangan paytim, malades, omadingni bersin, Toshkentni uy olibsan desam, o'sha narsa неприятно bo'ladi, baribir meni hissam borda bu narsada. Meni mehnatim borda. Dinani shunday o'sishida, katta mehnatim borda, to'g'risi. Uni o'zi ham biladi uni. O'sha narsani o'zi aytmadimi, dugonasiga xursandchiligimni aytayapman, aytkizib qo'yaman. Mana o'zi aytsam, неприятно tushunmasin dedim. Men ana qildim. Boshqacha bo'ldim. 3 xonali uy oldimi, qancha? Necha xonali uy oldi? 2 xonali. Malades. Boraman choy ichgan, xudo xolisa shu uylarga. Nasib. Nasib bo'lsa. Zo'r joydan olgan. Mashina. Qanchaga oldi? Normalniy summaga olgan, 100 dan qimmat. Oh bilan. 100 qanchadir ham deydi. Respekt. Da, oson emas uy olish. Rossiyadagi uy nima bo'ldi? Turibdi, hech narsa bo'lgani yo'q. Sotdim uni. Yo'q, sotgani yo'q, u ham turibdi. Like bosib turinglar, like bosmayapsizmi? Bu onangni siskaydi bolalar yaxshi gap bilan tushuntirib bo'lmay ko'tardi bittasi. Sen kimsan, gandon? Sen kimsan? Mana bu qichqir men bilan gaplashib o'tgan darajada. Sen kimsan? Otangni karvonsaroyimi bu onangni sikkiga olib mana bu ko'tardiysan? Bu gandon jalab birlikda odamlarga xuyet qilaman. Men seni otangman, mana bu qilmay qo'tag'imni ustiga ko'taraman seni men qichqar. Sen kim? Siz kimsan? Onasang mana 50-levelgacha $1 million podarka urgan akalarim bor. Mana bu chiqib menga kelib ko'tardi, prikaz qilmaydi-da. Bu kim jala menga kelib bunday xuyet qiladi bular? Shunday qilib Dina uyli bo'ldi. Na, shunaqa.
Bobo qalaysiz? Bobo, assalomu alaykum. Sog'ligingiz zo'rmi? Charchamang. Quvvatdimi? Tan 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 tan. Bugun dushanbami? Bugun ha dushanba. Voy bilan, unayni sizga Dubay ketishim kerak bilan. Uxlamabman-ku. Bir soat vaqt 4 bo'ldi sizlarda. Sizlarda 4 bo'ldimi hozir? Bizada 4 bo'ldi. O'zi hozir bitta kinochan ko'rib, bitta kinochan ko'rib, mazza qilib bitta uxlayman. Dubayda ishim bor. Otajon qayerda otajon? Otajon xonasida uxlayapti. Da, Nima bo'lgan bunga? Nima bo'lgan bunga? Bu kim ekan bu? Yordam bering deydi. Qo'li yo'qmikan bu? Oyog'i yo'qmikan buni? Nima bo'lgan ekan bunga? Bir soatdan beri yordam so'raydi baba. Otajon ukamni og'aynisi u. Radni ukam emas. Zasos emas bu donacha chiqqan. Alaykum salom. Yaxshimisiz Sardor aka? To'g'rimi? Kim bu? Ovozim bormi aka? Bor ovoz. Nima bo'ldi? Onam mazasi yo'q edi, o'shanga bitta yordam so'ramoqchi edim. Kichkina Nima bo'ldi onangizga? yuraklariga sahrlari bor, yuraklari mazasi yo'q o'shanga. Men doktor emasman-ku, opajon. Doktorman men. Tushib ketdi o'zi. Doktor emasman-ku, rostdan ham. Ujalo. Razmchalar takoymi? Sadri boy, sadri Dubay. Молодец. Yo, rostdan doktor emasman-ku, men qanday qilib yurak davolagich doktor emasman-ku. Hayron qolaman odamlarga. O'zi azon chaqiryapti o'zida. Sadri razmchasini qaranglar, ko'zda emas. Rasm yetimchasidan. Pulda yordam so'radi deydi. Akajon, bank emasmiz akajon, biza bank emasmiz. Kecha ehson o'tkazdik. Be'tibor odam, kecha ehsonni ko'rgan odam endi bir hafta 10 kun menga unday deb gapirmaydi-da. Kecha ko'rdinglar, mana yarim soat ehsonni ichida $5000 oshiqroq pul yig'ib berdik. Qo'ldan kelgancha. Endi bugun ham mendan ehson so'rab, itda ham mendan ehson so'rab, indin ham mendan ehson so'rab, har kuni mendan ehson so'rash yaxshi narsa emas. Men o'zim ham musofirman. Men o'zim ham Dubayda yashayman. Dubayda yashash oson emas. Men bu yerda guringlarda aytib bersam, chichib qo'yasizlar. Bitta uxlab turishing $400. Qanday tushunding? Mana deylar kelib ko'rgan Dubayda qanday qimmat. Qimmat, Dubay vashi qimmat. Uncha odamni ko'ti yirtilib ketadi Dubayda yashash uchun. Ko'ti mana shunday yirtilib ketadi. Bitta ovqating restoranga kirasan $200 bo'ladi kamida. Bitta o'tirib ovqatlanishing $200 bo'ladi. Alloh rahmat. Bitta shunday onasiga ko'chaga chiqib shunday aylanib deb nafas olib kelasan $200 yana yo'q. Bir kunda $1000 rasxod bo'ladi. Chustut qilyapsam, bir oyda $30,000 rasxod bo'ladi. Spokойно oddiy yurishingga. Zamiraga o'xshagan mehmon kelib qolsa, onasiga $100,000 yo'q. Ya rostdan. Yaponiya qimmat davlatda, даже Yaponiyadan qimmat. Dubay dunyodagi eng qimmat davlat. Dunyodagi eng qimmat davlat. Yaponiya arzonroq yashashga, chem Dubay. Da, endi misol miyasi bor odam tushunish kerak-da, miyasi bor odam. Kecha yordam o'tkazdi, kecha katta ehson o'tkazdi, o'tgan oyda ikkita katta ehson o'tkazdi. Men hozir bu odamdan yordam so'rashim to'g'rimi ekan?
Har doim yordam bering deyursak, bu oxir bezor bo'lib ketadi shu narsadan. Yordam bermaydiki hech kimga deb ozroqgina sabrliroq bo'lish kerak. Odam o'zini emas, birovni ham o'ylash kerak. Hammaga yordam kerak, hammaga. Yordam bering deb unday qilish kerak emas. Bejana yozilgan bo'lsa, qaysidir kun to'g'ri kelib qoladi o'zi. O'zimni ko'nglimga bir solgan kuni bo'lib qoladi. O'sha kuni qilaman Xudo xolisa. Nasib bo'lsa. Hech qilib yomon odamlar ko'p, g'iybat tarqatadiganlar, yolg'on Ya informatsiya. hozir endi yurak bo'yicha bo'layotgan bo'lsa, doktorga borib gaplashish kerak-da. Men doktor emasman-ku. Men doktor ko'rinaman odamlarning ko'ziga. Yo, endi mablag'dan yordam bering demoqchi-da. Mani ham lichkamga yozib tashlashadi-da, ganistrga yozing. Menga neudobno, qanday bilaman, sharoitini bilaman-da, chunki haqiqatan bilaman. O'zim bo'lganman. Bir hafta yashaganman Dubayda. Abu Dabida yashaganman. Qanday men sharoitini bilib turib yordam so'rayman. Shuning uchun menga yozmanglar, iltimos sizlardan. Men qilolmayman, qo'limdan kelmaydi. Allohdan so'rasanglar, peshonalaringizda bo'lsa, yozilgan bo'lsa, shuni o'zi loplaringizdan chiqadi. Mani qo'limda emas-da. Har kuni ehson yordam berish deyursa ham odamlarni badiga uradi. Hammani o'zining dardi bor yonasiz. Men eslayman, Hammani o'zini yuragida to'lgan dardi bor. O'zi odamlar o'zijalab kimgadir pichoq suqib o'ldirib o'ralmayotgan darajada bir-birini ko'rolmaslik bo'lib, qiynalib, hammani hayot qiyin bo'lyapti hozir. Hozir har kuni bulardan yordam beraylik, unga yordam beraylik desam, og'ray ketib onangni siskadi, meni so'kishadi odamlar. Men bilaman-da. Chunki menga ham har kuni birov yordam bering deyursa, turib buyunamiga siska, sendan boshqa ishimiz yo'qmi deyman. Hammani problemasi bor. Даже men shu Koreyada yurgan paytimda esingizda bo'lsa, tinchlikmi deylar, nima bo'ldi? Bizdan nima yordam deb so'raganingizda, yo'q, hammasi yaxshi deganman. Yordam so'ramaganman. Nimagaki odamda har xil vaziyat bo'ladi. Ozgina betam kerak-da. Qanday men yordam so'rayman? Bilib turib vaziyatini. Itak shundoq ham juda ko'pchilikka yordam beryapti. Men qila olmayman. Ochirat bilan, qo'ldan kelgancha ochirat bilan. Xudo xolisa, endi bir haftada bir oyda 20 kunda 1-2 oyda o'tkazamiz. Yordam qilamiz, qilmaymiz emas. Endi har kuni qila olmaymiz. Imkoniyatimiz yo'q. Odamlar mana hozir kerak, mana dardingni aytib o'tirsang, kerak emas. Mana battle o'ynaymiz, shartda o'ynaymiz, o'qilamiz, chiroyligina battlelar o'tkazamiz. Ana shuni tomosha qilib, charchoqlari, mana qiyinchiliklari, mana hayotda bir o'tkazgan taziqlari esdan chiqadi, unutadi, bir maza qilib yayraydida, salgina bir mana hayotdagi tashvishlarni unutadi, o'sha payt dam oladi. O'sha yerdan foydalanaman-da, kimgadir yordam berish kerak bo'lsa, o'sha payt yordam o'tkazib olaman. Shunaqa. To'g'risi. Hammani o'zining dardi bor. Dardsiz odamning o'zi yo'q. Yolg'on informatsiya ham tarqatmanglar. Hali Gucci bilan Kismini sudi bo'lmagan. Unaqa yolg'on informatsiya bermanglar. Sudi bo'lgani yo'q hali ularni. Nima u menga bo'lsam ayjalab qo'lang ko'tiga chiqib. Yolg'on gapi, aldayapti. Hali sud prigovor o'qilgani yo'q. 8 yilga qamalib ketdi deydi-ku. Yolg'on gap. Hali sud qarorini aytgani yo'q. Tergov ishi mana yaqinda tugadi. Yolg'on hammasi. Qamalmasin, buyusnamiga sizga. O'shada. Yolg'on informatsiya bermanglar unaqa. Nima ochko ishlaysizlar birov orqasidan. Ikkalasini ham bolasi bor. Mushkulini Alloh oson qilsin, bo'ldi. Ana Shahrizoda o'zi bosar tusarini bilmay shantajlik qilib, unga jazo bersa loyiq, lekin Gucci yaxshi ichida, Gucci unda unchalik pidarrazmasida.
Ikkalasi ham ana o'qimasin. Ikkalasini ham qamalmasin, yaxshi bo'lib ketsin. Prosta endi noto'g'ri informatsiya berishyapti-da. Hali sud tugamasdan turib, tergov ishlari endi tugab turib, qanday sud qarori chiqmasdan turib, mana unga buncha yil bo'ldi. Lekin Destitili men ham hayron qoldim. Televizordan chiqaruvdi-ku uni. Hali o'sha esingizda bo'lsa, Jentrafara qamalgan payti men shuncha yilga qamaldi deb aytardi. Aytgan. Ushlanganini ham aytgan, qamalganini ham aytgan. Bularni ham aytadi. Ha, hali aytgani yo'q-u. Prosta yolg'on informatsiya berishadi. 5x to'plab oldingmi? 5xlar bo'ldi. Bir 20 ta 30 ta bo'ldimi? Etti qichqirmaymizmi? Ona sizga 5x deb qichqirmaymizmi? Zaybal bo'ldim, bilat. Ashu 5x dan borki, pizdes zaybal bo'ldim. Ona endi sizga 5x da oladi. Olgandan keyin yo'qolib qoladi o'sha olgan odamlar. Boshqalarga ishlatib bo'lmaydi baribir. Нет, еще не вышел. 30 число kuni alohida skama. Mana shu oy 30dami? Kim bilan battlaysiz? O'tkazib qo'ydim katta batilni, ashu bilan revanch qilaman. Ha, bo'ldi, nasib. Men o'tgan safar uxlab qoldim. Bu safar uxlamayman. Budilnik qilib qo'yib bo'lsa ham boraman. Bu safar Oqilov keladi bu safar, xudo xolasa. Oqilov akam o'tganda urushdi. Yomon urushdi. Menga hech yozmaychidi Oqilov. Menga shunday yozib, bilat, nima uchun o'sha kuni bir og'izgina menga aytmading? Nima uchun bir og'iz menga aytmading? Nima kibrlidan tushib qoladingmi? Yo bo'lmasa mansabdan tushib qolaychidingmi? Bir og'iz menga mana shu soat palonchada batilimda nima uchun menga aytmading? Men kiraydim batilga, TikTokka kiraydim deb menga telefon qildi. Endi men o'sha gapirgan odamlar bordi-ku, o'shalar keladi deb o'yladim, gapirganlar kelmadi onasini ham. Ko'rmaganman, xudo haqqi hayotim mobaynida Tailandda davlat ko'rmaganman. U yoqda ruxsat berilganda, narkotikka ruxsat berilgan davlat. Voy ona shunga oxirgi zamon ekan ya. O'g'irlab ketsa ham, bironta odam o'g'irlab ketsa ham hech kim topa olmaydi. Bo'ldi, katta. Опасный davlat. Men ichkilikni eng cho'qqisigacha ichib ko'rganman. Shuning uchun hozir ichmayman. Taylab ketganman, yaxshilik ko'p kelmaydi, ona ichga lomka bo'lib qoladi odam. Da. Shunga men aytdim-da, davay dedim, undan ko'ra Dubay boraylik. Dubayda bo'lganman-da, Abu Dabida bo'lganman. Hidi yo'q-da, yaxshi. Abu Dabini aeroportida shunaqa приятный hid keladi, bilasizmi? Atirga o'xshaydi, lekin u atir emas ekan-u. Porni Dubayda tozalik bo'yicha birinchi o'rin, xavfsizlik bo'yicha birinchi o'rin. Buyog'i yaxshi. Yashashga zo'r buyog'i. Aeroportini yaxshi ko'rdim, lekin rostdan realni shunaqa qanaqadir приятный hid kelib turadi. Qara. Tailandga borsanglar, Dinadan shunday kechasizlar, dinani yo'qotasizlar. Yoqqa borgandan keyin chekishga ketadi. Po'pirsiga o'tib ketadi chekishga. Yo'q, короче, ma'lumot eshitgan, xullas shunaqa ma'lumot tarqab ketgan. Parichkalar yo'q bo'lib ketibdimi Tailandda? Nimalar? Parichka, qiz bilan bola Tailand borgan, ikkalasi yo'q, dom-daraksiz, yo'q. Men borgan paytim mendan jalab bo'ynimga pichoq tirab, onasinikiga pul so'ragan mendan bachalar shu yoqda. Voy jalal. Bitta ko'chaga kirib qoldim adashib. Bilmayman u ko'chani. Shunda adashib kirib qoldim. Bir payt qarasam, kapshonkalar bostirilgan, bunday qilib 5-6 ta bola pichoq tiryapti. Pulingni ber deyapti. Pulim yo'q dedim. Pul olib yurmayman dedim. Pulim yo'q dedim. Kambag'al bo'laman dedim. Yomon Tailand bo'lmaydi jalab. Tailand aylanishga bo'lmaydi.
Buyusini hamma kirib ketgan joy Tailand. Men o'shanda aytayotgandimda kerak emas. Undan ko'ra Dubay yaxshi desam, jinnimisan kete. Tailand Ey. boramiz deyotgandi. O'zi fikrini o'zgartirdi. Yo'q eng eng zo'r dam olayotgan, eng zo'r aylanayotgan joylari bor joy Dubay. O'tayam zo'r joy. Dubay yaxshi. Dubay menga Pizda yoqadi. joylari bor Dubayda. Men videolarni qo'yapman, ko'rmayapsan? Ko'rganman, repost bosganman-ku. Dubay yaxshi lekin. O'sha kuni Disneylandga bordim. Mazza ekanmi? Uni kayfini men senga tushuntirib bera olmayman. Keyin bitta borsang, bitta kirsang, bittadan olsang yoqda onasini emsang shunaqa joy bormi dunyoda deyaverasan. Dunyoda shunaqa joy bormi deyaverasan. Mazza qilaverasan uni ko'rsang. Shunday zo'r baland. Kak bilan multfilmlar ichida multfilmga aylanib qoldim. Ammasini sikkan videoyizmi? Nimanidir? Bu Ammangiz deb baqirgansiz-ku o'shada, dahshat ekan do'stlar, вообще dahshat.